Rossiyaga qatnaydigan aka-ukalar bormi oranglarda? Sizlar aytardinglar, foydali ma'lumot bergin, bir blogerga o'xshab dirdinglarmi? Mana sizlarga bundan ortiq foydali ma'lumot bo'lmasa kerak. Moskva Toshkent yo'nalishi 650 ming so'm. Faqat bir kun aksiya ketyapti, 24-mart kuni. Men pastda telefon raqamini qoldiraman. Yurgin bitta ko'rsataman ukam. Toshkent avtovokzaliga kelganmiz. Bilasizlar, Sobir Rahimov metrosida joylashgan. Ichlarini prosta dahshat qilib qo'yishgan. Endi davlatimiz yaxshigina pul sarflashgan. Esingizda bo'lsa, bir Qozog'istonda avtobus yonib ketgandi, vatandoshlarimiz yonib ketgan edi. Menimcha o'shandan keyin shu narsani qilishgan. Kiraveramiz, aka. Mana qaranglar, avtovokzal qanaqa katta sharoit, juda ham chiroyli sharoit qilib qo'yishgan. Kassasi ham juda ham ko'p, hech qanaqa navbatlar kutmaysizlar. Avtobuslarni o'zini ko'rsaman, o'ylayotgan bo'lishinglar kerak. Tufta Drandulet avtobus deb. Yo'q, unaqa emas. Sharoiti mo'shni qilingan avtobuslar. Eng qizig'ini aytaman, primoy reys bo'lyapti. Qatnab yurmaysizlar, peresatkalar bo'lmaydi. Yukinglar bepul bo'lar ekan. Shuni joylashtirasizlar, Moskvaga ketaverasizlar. Endi bilasizlar, Moskvaga, Rossiyaga hozir viza shart emas. Kel uka. Men aytayotgan mana bu avtobuslar shundan 150 ta. Ko'pchilik akalarimiz, ukalarimiz Rossiyaga qatnayotgan paytda men eshitdim, Chernevkaga borib, sarson bo'lib, sudralib, yana kamiga 1 million sarflab, 1 million ketishayotgan ekan. Yukiga yana bir alohida pul olisharmish, yana bilmayman, to'g'risi. Endi birovni tirikchiligini ham buzib qo'yishimiz kerak emas, lekin bu davlat nazoratidagi kompaniya hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, agar farzandinglar ishonchli qo'llarda bo'lishini xohlasanglar, tinchgina mana shu avtobuslarda Rossiyaga jo'natib olishinglarni tavsiya beraman. Ichkarisini bitta ko'rsatamiz. Mana shu avtobuslardan 150 ta ekan. 150 ta. Mana sharoit. Ani kimdir o'ylayotgan bo'lsa, tufta avtobus deb o'ylayotgan bo'lsanglar adashasizlar. Avtobus sideniyalari mana hammasi svejiy, yangi avtobuslar. Nima qilamiz? Bosamizmi? Ushbu videoni saqlab qo'yinglar yoki telefon raqamlarini o'zingiz uchun saqlab qo'yinglar. Xudo xolasa baribir qachon masir kerak bo'ladi, tanishinglar qachondir Rossiyaga arzonroq boraman deydigan bo'lsa, mana shu avtobusda borishni men tavsiya berib qolaman. Telefon raqamlarini qoldiraman. Like, kommentariyalarni ayamaysizlar. Omon bo'linglar.